Matiz avtomobilda imенно mana shu fara korreksiya ancha-muncha tez ishlaydi. Ko'p mashinalarnikidan solishtirganimizda Gentra, ya'ni Spark shunga o'xshagan mashinalarnikidan ancha tez ishlaydi. Mana shu fara korreksiyasi qaranglar mana. Fara turibdi. Juda ham tez chiqarib turadi farani. Chiqarib pastga tushirib beradi bemalol. Odam o'tirganda ham tepaga pastga tushib chiqishlari ancha-muncha tez bo'ladi. Matiz avtomobilning shu yangicha eskicha farqi yo'q. Ikkita farasi ham motorchiga ancha chiroyli, yaxshi ishlaydigan chiqarib. Amerikanga qo'ysa, menimcha juda ham yaxshi ishlab beradi deb o'ylayman. Matiz avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Bilet modul ustunovka qilganmiz. 3 dyumli ikkita chip lazerli bilet modulimiz. Xos salondan sizlarga obzor qilib beramiz. Как раз mana to'g'rimizdan mashina kelyapti. Sariq lampa ko'zga tushmaydi deganlar, mana tumanka yoqib olganlar. Damas avtomobilni ko'rasizlar, qanchalik ko'zga tushyapti bu faramiz. Bizning biletimizga e'tibor berasizlar. Mana eng baland nastroykamiz bu o'zi bir nastroyka, standartli nastroyka bo'ladi mana. Bir nastroykamizda baland tarafimizda ham mashina bakovoyni tegiga tushyapti. Bilet modulimizga e'tibor berasizlar. Lazerli moshni biletimiz o'rtasi sap-sariq tushib beryapti. Ko'chamiz ham unaqa qorong'u ko'cha emas mana. Yorug' ko'chada xuddi shu ahvatda olib beryapti bilet modulimiz. Faramizning pastki qismlari ideal holatda faramizni. Danlilari ham moshni bilet modul. Faramizda qilingan podsvetkalarimiz oranjiy podsvetkada plastika holatida bo'lgan. Bu holat juda ham chiroyli faramizni. Baho berib qo'yasizlar, kimga shu xizmatga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqib turasizlar. Bilet modullarimizga 2 yil, ustunovka 1 yil garantiya beramiz.